quvonchli kunda. Sog'misizlar, omonmisizlar, kayfiyatinglar yaxshimi? Chiroyli gaplashar ekanman mana. Biz bugun serial syomkasidamiz. Anvar aka bilan birgalikda, partnyorim Anvar aka. Oldingizda Faxriyor aka bormi? Yo'q. Faxriyor yo'q, oldimda Faxriyor uyda. Anvar aka bilan birgaman men. Yomon sodda ekanman. Yetqazdim bu sevgi jangida. Ustoz, nima qiling? Mashq bo'ladimi, keyin orqaroq yuraymi? Xo'p, bo'ladi. Telefonim motorda turadi. Oyimda. Xo'p. Mana ketdingiz. Oyim ko'rinmaydimi? Faxriyor uyida. Sizni muxlisingizman, rahmat, iltimos. Bo'ldi, biz orqada turibman mana. Yanada orqaga keldim. Bo'ldi. Nechinchi yilsiz? 2007. Nega kayfiyatingiz yo'q? Kayfiyatim yaxshi. Omad Dildor opa, sizni yaxshi ko'raman, rahmat. Anvar akani ko'rsating, hozir ular roldalar. Millionlar ichida topganim. Millionlar teshigin yopganim. Na. Betakrorsan shunchalar go'zal, yaratgandan bir noyob asar. Seni ko'ribdi baxtni sezar. Millionlar ichida boshqasan. Da. Zomindan salom, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Tojikistondan salom, assalomu alaykum. Dildora opa, sizni yaxshi ko'raman, rahmat. Serial olyapsizlarmi? Serial olmayapmiz, serialga tushamiz. Xudo xolasa. To'xtaymi yo'qmi? Assalomu alaykum. Chilonzorga. Ketaveraymi? Ne bo'ldi hozir? Cho'chib ketdim. Opa kulvaring dedi, achiyim ko'p. Adam ko'rinmaydimi? Anvar aka mana vuy. Kadr to'xtadimi? Qaytaveraylikmi? Oldingizdagi kim? Oyim. Bo'ldi. Ha. Yaxshimisiz? Joyimizda qolaylikmi shunda yoki qaytaveraylikmi? Yo'q, qaytaveraylik. Bo'ldi.
Choklar. Yana qayting bo'yiga joyga. Ukangiz bormisiz? Yo'q. Qayerga ketyapsizlar? Bilasizmi, o'rtoqlar? Bir daqiqaga kirgandim o'zi.